Yana svet yo'qmi uyda? Svetimiz o'chib qolibdi, pul tashab yur o'g'lim. Aya har 3 kunda bir 300 ming tashayapman. Nima yeyapsizlarmi to'kdi? Ha o'g'lim, bu yerda 3 ta xo'jalik yashayapti. 3 ta ariston, 3 ta konditsioner, 3 ta televizor. Ha endi cho'ntak ko'tarmayapti, sal hamyonbop variant qilaylik. Nima qilish kerak? Quyosh panel o'rnataylik tomimizga. Bu yerda qayerda bor endi unaqa? Murodjon aka, ishonasizmi, har hafta to'k uchun 500 ming so'm pul tashiyman. Cho'ntakga rasvo jon aka. Hozir mana keldim, o'zingiz ustasiz, quyosh panel o'rnatasiz, uyingizga necha kilovatt o'rnatgansiz? Uyimizga hozir 5 kilovattdan 10 kilovatt o'rnatganmiz. Mana bu tomonda ko'rishingiz mumkin. Qo'shni tomonlarga ham o'rnatib berganmiz. Hamma chimyoylar o'zi quyosh panelidan foydalangan, to'g'rimi? Buni qo'ygandan keyin svetga umuman pul to'lamaysiz. Ortgan energiyani davlat 1000 so'mdan sotib olasiz. Ham to'k sotsang bo'ladi. Sotasiz. Ham foydasi, ham pul to'lamaysiz, ham orttirgan energiyani sotasiz. Xo'p, mana misol xonadoningiz necha kilovatt dedingiz? 5 kilovattdan 10 kilovatt 10 qo'yganmiz. kilovatt necha xonani isitadi qish yozi? Xo'p, 5 xonani isitadi. Uyda ariston, konditsioner hammasini ko'taradi. Hammasini ishlatsiz bo'laveradi. Hamma to'k bor. Hammani ko'taradi. Quyosh chiqmagan kuni, bulutli, yomg'ir kunlarichi? Chiqaradi. Ma'lum bir miqdorda chiqarib turadi. 80-90%, 100% ga chiqaradi. 12.7 salkam 13 ming kilovatt ishlab chiqargan. Buni 1000 so'mdan hisoblasak, 13 million so'm bo'ladi. 2 yilda 13 million pul topyapti. Davlatga sotgansiz. Davlatga sotib, o'zimiz ishlatganmiz. Bu misol uchun 5 kilovattlikni 20 million deb olsak, o'sha 13 million 70-80% pulini qoplab bo'lgan. Ko'pchiligiga narxi qiziq. Hali kulminatsiya nuqtasiga keldik. Necha puldan o'rnatib berasiz buni? Aka, buni 1 kilovati 3,5 milliondan 4 milliongacha o'rnatib beramiz. Ustanovkasiga kelsak, men bu sohani Koreyada 4 yil shu sohada ishlaganman. Bu sohani karslardan o'rganganman. Kafolati panelimizga 25 yil 30 yil garantiya. Xo'p. Invektorimiz hali ko'rdik, invektorimizga 5 yildan 10 yilgacha garantiya. Bizi firma tomonidan garantiyamiz 1 yil garantiya servisimiz bor. Agar siz ham to'kka ko'p pul sarflayapsizmi? Hamma topgan oyligingiz to'kda o'ziga ketyaptimi? Hozirroq bunaqa arzon quyosh panellardan o'rnatib olinglar. Akalarimiz, mana chimyonli akalarimiz xonadoningizga chaqirtirsangiz, o'zlari xonadoningizni ko'rib, necha xona bo'lsa, necha kilovattligini hisoblab, o'zlari o'rnatib berishar ekan. Bemalol ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot olishinglar mumkin va ushbu videoni xonadoniga quyosh paneli o'rnatmoqchi bo'lgan, quyosh panellari o'zi qanaqa ishlaydi deb izlanib, o'ylab yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yishni unutmanglar.